Mana shunday karavotlaring quyoshda, yog'ingarchilikda qolmasligi uchun naveslar tavsiya qilamiz. Buni ustanovka qilganimizga ancha ko'p bo'ldi. Video qilishga ozgina vaqt bo'lmaganligi uchun endi qo'l tegdi. Materiallari hammasi idealniy. Sifatiga javob beramiz. Butun O'zbekiston bo'yicha dastavka ustanovkalarimiz bor. Yana bir eng chiroyli idea, mana stoyka kerak bo'lsa qorda qo'yasizlar, yozda olib qo'ysalar ham bo'laveradi. Bu boltga ekan. Bu stoyka o'rtadan olib tashlanadi. Xohlasalar yechib qo'yasizlar, xohlasalar qo'yib olasizlar. Qor katta yog'ganda qo'yib qo'yasizlar, yukni ko'taradi. Yozda keragi yo'q, olib qo'yaverasizlar. Hop, buni lazerli listlarda chiqarsak ham bo'ladi, Lexanni, shumkani hammasidan bor albatta. Zakazga qarab beraveramiz va tashqaridagi ko'chadagisini ham chiqarib ko'rsatib beramiz. Bu ko'chadagi holat, ko'chadagi afzallik tarafi. Xo'p, mana yerga stoyka qo'yadigan bo'lsangiz, kadastr dokument so'raydi, stoykasiz holatda chiqarib berdik. Xohlasangiz mana choyxonani nomlari, Bahrom bobo, xohlasangiz birinchi muhabbatingizni ismini ham yozib beraveramiz. Har naqasiga qaraganingizda birinchi muhabbatingiz esingizga tushadigan qilib, xohlasangiz telefon nomeringiz ismi farqi yo'q. Xohlagan razmerda, istagan turda naveslarni chiqarib beraveramiz. Murojaat uchun pastga nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Butun respublika, O'zbekiston bo'ylab ustanovkamiz bor albatta.